Tis. Mani bordim. Yomon bir asabsiz. Maftun to'yimizdan oldin men bir gulday yigit edim, umrida asabiylashmaydigan. Bo'sh asabsiz. Ko'rasan, sen asab qilgansan meni. Dadasi men ketdim, bolalardan ehtiyot bo'ling, ha? Hop. Telefon qo'yib. Dadasi telefonni olib berib yuboring. Hop. Mana ekanki krishkasi, buni joyiga qo'yib qo'yish kerak. Pult kim bu yerga qo'ydi? Pultni joy-joyiga qo'yib qo'ymaysizlarmi? Mana bu Norza o'lib ketibdi-ku. Bu Norzani sipirib olish. Dadasi telefon uzatib yuboring, kechga qolaman, dadasi. Hop, mana shunimi? Hop, mana bir idish tovuqlar kir bo'lyapti. Nimalar qilyapsiz, dadasi? Telefonni uzatib yuboring. Hop, mana shunimi? Hozir gulim qurib qoldi. Bu gulga suv qo'yish kerak, lekin oddiy suv qo'yib bo'lmaydi. Buni suvini tindirib qo'yish kerak. Qolmasga gapiraman, dadasi. Hop, mana shunimi? Hozir. Tezlashing, dadasi, kechga qolaman, dadasi. Uzatib yuboring telefonni. Nima qilyotgandim? Ha. Dadasi, bo'la qoling, kechga qolaman. Shu darrov bersangiz, bo'lak odam asab qilmasdan. Ko'rding? O'zing xarakteringga 5 minut chiday olmaysan. Men 9 yildan beri chidab yashayapman. Bo'lmasa, yaxshi aytdinglar.